Legenda degan sayt bor, CoinGlass'niki. Bu yoqda eng yaqin likvidlarni ko'rsatib turadi. Where is Legend? Mana. Bu TradingView kabi faqat siz tanlagan coinni, misol uchun men bu yoqda Morph tanlaganman. Asosiy likvidlarni ko'ryapsizlarmi? Zona OTE'da ko'rsatyapti. Bu agar biza Fibonacci tortganimizda ham o'sha 786 hududlariga to'g'ri keladi. Ya'ni Morph o'zini mehnatini qildi. Agar u mana shu zonadan tushib ketmasdan ketishi ham mumkin, lekin katta ehtimol bilan mana bu yerda yana boshqatdan toshbaqa sho'rva qilib bu yoqqa kelib zaryad olishi mumkin. Nimagaki bu yoqda katta pullar bor. Mana misol uchun bu yoqda qancha ko'rsatyapti? 14,000 likvidatsiya ko'rsatyapti. Sozlamasiga kirib buni likvidlarni kamroq o'ta zich ko'rsatishi, kamroq o'ta muhimini ko'rsatishi sozlasa bo'ladi mana. O'ta muhimi bu yoqda. Legend.coinglass.com. Sen faqat trading kurs sotib soqib bilasan, Miraziz deb tashlab qolishadi-ku. Hop, keyingisi bu coinglass.com karta likvidatsiya. 73,219, bu yoqda 74,98 104 million kutib turibdi. Savol tug'iladi. Bu ishonchlimi? Shunga qarab ishlasamiz bo'ladimi? Shunga qarab savdo kirsa bo'ladimi? Yo'q. Bunga birinchi sabab hech qaysi birja o'zini likvidlarini, danlilarini begona saytlarga bermaydi. Lekin bu sayt qaysi algoritmda ishlaydi, men uni bilmayman. Lekin chizmalarda chizib qo'yaman. Mana shu yerda katta pul bor deb chizib qo'yaman. Hozircha tasdiqlanmayapti. Ya'ni bozor o'sha chizgan joyimga kelib, o'sha likvidlardan burilish qilyapti. Demak, men buni orientir olaman va bu yoqda Bitcoin bo'lsa, yana boshqa tokenlarni ham qo'yish mumkin. Misol uchun Sui, mana Sui, Binance yoki anaqa va hokazo mana. Likvidatsiya yuqorisida mana 1,19,000, bu yoqda 1,87,000. Ya'ni bitta narsani tushuninglar, bozor har doim robotga o'xshab yuradi. Pastdan pullarni yechdimi, endi tepadan pullarni yechadi. Sababi bu yoqda rosa ko'p odamlar yuqoriga qarab bozorga kirib olgan, ularning stoklari bu yoqda, ayniqsa fyucherschi qimorbozlarni millionlab pullar turadi. Bu yerda millionlab pullar turadi. O'shani bundoq keladi, oladi, birjani qorni to'yadi. Ya'ni siz kirasiz, bozor sizni stopingizni urib ketadi. Siz aytasizki, "Mani urdi" deysiz. Yo'q, bozor mexanizm bilan yuradi. Bo'ldi, mexanizm bilan. U hech qachon o'zgarmaydi. Hattoki bozorda hech kim qolmasa ham, mana yer qimirladida, hamma yoqda zilzila bo'lib, hech kim qolmadi bozorda. Bozor o'zini profaylida yuradi, bo'ldi. Pastga oladi, tepaga hujum qiladi. Pastga oladi, tepaga hujum qiladi. Bo'ldi. Bu profayl o'zgarmaydi. O'shaning uchun kimki bu profayllarni o'rganmoqchi bo'lsa, hozir kurs boshladi-u, moy oyligisini 26-moyda boshlandi. Kursni narxi $330. Yaxlit to'lanadi, bo'lib to'lash yo'q. Sababi oldingi kurslarda bo'lib to'lashlar qiluvdim, ko'p noroziliklarga yo'l qo'ydim. 80% darsni o'tdim. Qolgan 50% pulni to'langlar aytsam, siz 25-da to'lash degandingiz, u yoq bu yoq e'tirozlar bo'ldi. O'shaning uchun odamlarga endi yaxshilik qilmayman. $120 hozir, $130 hozir qo'shilib olish yangi kursga и avgustdan o'sha $600 bo'ladi. Hech qanaqa bo'lib to'lash, hech narsasini qilmayman. O'zim rohatimga dars o'taman, bo'ldi. Dunyoda hamma ish beruvchi sizni sotib oladi. Hamma ish beruvchi sizni sotib oladi mehnatingizni. Mana uni. Santexnik bo'lasizmi, uy quruvchi bo'lasizmi, prorab bo'lasizmi, dizayner bo'lasizmi, sartarosh bo'lasizmi? Siz vaqtingizni sotasiz o'sha odamga va sizga arzimagan haq to'laydi. Qisman pulli bo'ladi va siz faqat o'zingiz uchun ishlang. Va charxpalak bilan aravani farqiga boring. Charxpalak bu kunda bir marta o'sha Nyu-York vaqtiga yaqin savdoga kirasiz, bo'ldi. Agar bitta narsaga amal qilsangiz, ya'ni har kuni
100 ta token ko'tarsa 100 ta tushayotganlariyam bo'ladi. Biza buni efiri boshida aytib o'tib ketdimki, hafta davomida keskin tushganlarni ajratib olinglar va o'sha ro'yxatlarni andada tizib chiqaveringlar. Ya'ni premium diskount qilib bozor bilan misol uchun tushib kelgan bo'lsa, bo'ldi. Mana shulardan sabab qidiraverarsizlar toki premiumga ko'tarilgungacha. Bu mani konspekt daftarim anaqaniki, kursimniki. 3 oy davomida mana shunaqa darslarni o'tib chiqiladi akademический. Ya'ni san kurs sotib turib qilasanmi razrez deganlarga ko'rsatyapman. Mana birinchi dars, ikkinchi dars o'tiladi. 2 oy biza mana bu narsalarni o'tamiz, keyin yig'amiz va hokazo. Endi kursta o'qiganlar biladi. Ya'ni xalastoy oldi qochdi gaplar bilan 3 oy dars o'tib bo'lmaydi. Ya'ni man moshenik bo'lishim uchun eplolmayman bunaqa narsani. Endi keyingisi coinglass.com karta likvidatsiya teplovoy karta. Bu yoqda Bitcoinni 24 soat ichida eng ko'p to'plangan likvidi 74,68 da turibdi. 46 million dollar turibdi mana shu yerda. Va bu yoqda 49 million dollar pul turibdi. Shu yerdan orientir olsanglar bo'ladi. Nimani? Likvidlarni ko'proq qayerda pul to'planganiga va hokazo. Endi man ozroq ko'pini ko'rsatadi. Minimumga qo'ysa eng asosiy katta pullarni ko'rsatadi. Bozor likviddan likvidga qarab yuradi. Buni man ko'rsatib qo'ydim. Tekshirishni tavsiya qilaman. Ya'ni shu yerga andaza tizinglar, kichkina time frame'da va tekshiringlar. Qanchada qaysi biriga birinchi boryapti, qanchada. Albatta premium diskount qilib. Va bu yoqda man sizlarga ko'rsatib qo'ydim. Hamma o'zinglar ishlayotgan tokenlarni bemalol kiritishinglar mumkin. Mana misol uchun qaysi bozor va qaysi token. Bu yoqda misol uchun apt deb yozadigan bo'lsa, mana aptni chiqarib beradi. Binance, MEX, Hyperliquid, OKX, KuCoin. Hobbyga kecha ishkal bo'lgan. Anaqa qo'yishgan, sanksiya qo'yishgan. Hobbyni ketidan MEX'i ham eslandi. O'shaning uchun MEXdan pulinglarni chiqarib turinglar dedim. Risklardan o'zinglarni olishinglar uchun. Va bu yoqda mana boya ko'rsatganim 7 kun davomida bozor mana shu mana gumanitar ko'taribdi va zo'r token edi mana shu o'zi. Biz ko'p ishlaganmiz bu bilan. Gumanitar ko'taribdi. Va mana 10 do pishib qolgan, 17% tushgan, Sui 15% tushgan. Kelinglar Sui'ni ko'ringlar nima holat. Mana o'zi Sui'da turibdi. Kunlikda ko'ringlar mana holatini. Paymo holatda turibdi mana. Paymo holatida turibdi. Bu yoqda o'zi nima bo'lgan? Aslida haftalikdan ko'radigan bo'lsa, zabit qilolmagan Fairville gapi. Demak, biz nima deymiz? Trend davom etadi do'stlar. Trend davom etadi degani. Endi kunlikka oladigan bo'lsa, boyi mantiq bo'yicha mana bu yerda judayam likvid turibdi. O'shaning uchun biza kunlikdan nimani kutishimiz kerak bo'ladi? Shu videoni eslab qolinglar. Balkim tasdiqlanadi. Yurib, bitta sanchib, toshbaqa sho'rva qilib, keyin bu yoqda yuqori haylagacha yoki mana bu family Fairville gaplagacha 3-4 so'm ishlab olishimiz ehtimoli bo'ladi. Katta foiz emas, 5% ekan. Agar bozor burilmasa. Bozor burilganligini qayerdan biz bilamiz? Holi kunlikda, holi 4 soatlikda biza premium diskantsiz olishimiz kerak bo'ladi. Hozir men bu yoqqa xohlamayotganligim, chunki bu likviddan qo'zg'alishiga ko'zim yetmaydi. Yana pastroq tushib, xatab mablag' olish kerak bo'ladi. O'shanda biza sabab qidiramiz. Mana bu yoqda bizga orientir ko'rri pastida mana shularni IFVga qilib bosish kerak. IFVga deganda teskarisiga o'tish kerak. Ana o'shanda bizda ketib anaqagacha savdoqisi bo'ladi. Premium hududigacha yoki ekvilibriumgacha birinchi maqsadni qo'ysa bo'ladi bu yoqdagi likvidlagacha. Va bu kartadan xohlasanglar mana Sui'ni ko'rsanglar bo'ladi. Sui, Binance, MEX va hokazo.
Mana Sui va kartada ko'rsatyapti. Hozir man sizlarga aytdim-a mana. Suida pastda qayerda turibdi eng kattasi 89,2 da 88,4. 88,4 da. Tak. 89,2. 87, 89,2. Mana mana shu yerda hozir shu chizganim bo'yicha yursa ham kerak deb gumon qilaman. Allohu a'lam. Chunki likvidlar kartasi ham o'shanga shama qilyapti. Bu CoinGlass sayti va bu yoqda likvidatsiyada mana teplовая karta, likvidatsiya shularni ko'rib chiqinglar. CoinGlass Futures Liquidation Map.